Assalomu alaykum Karim aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, o'zinglar yaxshimisizlar? Shukr. Do'stim uydamidi? Ha, yo'q, ular ishga ketuvdilar. Ha, shundaymi? Sanani bir ko'rib ketsam degandim. Ha, Sanamxon Jamol bilan toqqa ketishgan edi. 3-4 kunga toza havoga chiqib ketishgan edi, aylangani. Ha, shundaymi? Shuning uchun qo'ng'iroqlarga javob bermayotgan ekanda. Ha, siz xavotir olmang. O'zlari qo'ng'iroq qilib turishibdi. Mazza qilib dam olib yurishibdi. Yaxshi. Kelib qolishadi. Bo'lmasam uzr, sizlarni ham bezovta qildim. O'tinglar. Xo'p. Ha, Soraxonga salom ayting. Xo'p, mayli, yaxshi Do'stimga bo'ling. salom deysiz. Xo'p. Alo. Ha, Sharofatxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Tuzimiz akam yaxshimilar? Rahmat, hammamiz yaxshimiz. Keling. Sanamni kasalxonada ekanini bir og'iz akamga aytmabsiz-da. Sanam hali tuqqani yo'q-ku. Eri bilan dam olgan toqqa ketgan. Voy, keling, bilasiz, qaynagacham kasalxonada ishlaydi. Hozir qo'ng'iroq qildi. Jiyaningiz 2 kundan beri jonlantirish bo'limida dedi. Hushsiz yotibdi dedi. Nima? Nimalar deyapsiz? Qizim dam olgani eri bilan toqqa ketgan. Qanaqasiga u kasalxonada bo'lishi mumkin? Qaynagachingiz adashgandir. Voy, nega adashadi? Sanam yaxshi taniydi-ku. Sharofat, o'zim sizga sal turib qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Voy, bo'lmasa. Demak, bizni aldabdi-da. O'zi ko'nglimni oltinchidiga. Agar qizimga bir narsa bo'lsa, senlarni qamataman. Shunchalik ham o'lasi qilib uradimi? Homilador ayol kishini. Bolam sizlarga kerak bo'lmasa, mana menga kerak. Menga kerak. Hali hammasi uchun javob berasanlar. Sizchi? Erkaklik so'zim, lafz berganman. Kelishib qo'yganmiz. Ha? Mana ko'rdingizmi nima qilishganini? Endi ko'yningiz joyiga tushdimi? Tushdimi? O'la bilan olishib yotibdi qizim. Qizim o'ziga keldimi? Yo'q, afsuski hali o'ziga